Salom hammaga, sizlar Kreza YouTube kanalidasizlar. Bugun hozir videoda biz qanaqadir ma'noda qo'rqinchli bo'lgan voqealar haqida gaplashamiz. Jin odamni o'ldirib qo'yadi emas, bosgan payt o'lmaydi yoki o'chakishib bo'lmagan bo'lsa. Qo'rqinchli atmosferada sizlar bilan birgalikda video bo'ladi. Jin odam ko'rinishda men chiqsa, tuyoq bo'lsa qachon zomatdan. Oyog'iga qarang. O'zimiz ham nima bo'lishini bilmaymiz. Hozir ko'rasizlar, hammasiga o'zlaringiz guvoh bo'lasizlar. bugun sizlarni qo'rquvinglarni sindiramiz ushbu video bilan. Bu jin mavzusi olib qaraganda shunaqa qo'rqinchli mavzu. Hammani hayotida bo'lgan. Endi kimdirlarga bo'lmagandir balkim. Muhokama qiladigan bo'lsa ham qiziq mavzu bu juda ham. Bekorga bu videoni tanlab kirib ko'rmadilar YouTubedan. Qiziq bo'lgani uchun kirdinglar, to'g'rimi? Sizda bo'lganmi shunaqa voqea shuni? Endi qiziqtirib intriga bilan gapiryapsiz. Vujudimda nima deb o'ylayapsiz? Endi hali bilgan biladi, juda ko'p jin bosadi, jin bilan bo'lgan voqealar, jinni ko'rganlarim, bo'lib qaraganda juda ko'p bo'lgan. Endi eshitmaganlar uchun bir qator aytib beraman. Biz hozir mana Oltiariq tumanidagi Jinariq degan joyga keldik. Bitta ko'rsatib olingchi. Xullas, juda chuqur ekan. Hop. Bu yerda ham juda ko'p qo'rqinchli voqealar bo'lgan, chunki o'z nomi bilan Jinariq. Ko'pchilik endi bosmagani uchun qisqacha tushuncha berib qo'yamiz. Jin bosish haqida. Jin aka qaysi payt, qanaqa payt bosadi? Farqi yo'q, tanlamaydi bu vaqtini. Misol kunduz uxlaydiganlar bo'ladi. Faqat kechqurun bahilgilar o'ylaydiki, kechqurun bosadi deb o'ylaydi. Kechqurun uxlaganimda bosadi deb o'ylaydi. Ha, bosishda umuman farqi yo'q. Ertalab meni ham vaqti ko'p bosgan, ertalab ham, kechasi ham bosaveradi bosgancha. Ham payt ham tanlamaydi, vaqt ham tanlamaydi. Umuman odam bilmadi, hammani har xil. Hatto o'sha masjid bo'lsa-mu, masjidga devor qo'shni uyda uxlayapman, bomdod chaqiryapti. O'sha paytda o'zida bosyapti meni. Soat abedga 2 da bosgani ham bo'lgan, abedda uxlab olay deb uxlaganimda, keyin jo'yam tanlamaydi. Siz Toshkentga ketib, Toshkentda yashaysiz, Toshkentda ham bosaveradi. Trinidadga yetib turib, Kuala Lumpurda yashasangiz, erta ham bosaveradi. Bosaveradi. Bosadigan odam o'zi bilan yuradi ekan, mening fikrimcha. O'smirlik paytida bosishni boshlaydi. Keyin katta bo'lgan sari umuman bosmay ham qo'yadi. Yoshingiz katta bo'lib, o'smirlik paytdan o'tib ketgan paytingizda. Keyin unaqa narsa bor. Meni ko'p bosib yurgan paytlar meni o'rnimda kimdir uxlab qolsa, o'shani ham bosar edi. Bu yaxshimi, yomonmi bilmadim. O'ynashadimi, o'ynashmaydimi? Lekin shuni bilaman, o'ltirib qo'ymaydi bu narsa. O'liminglarga sabab bo'lmaydi. Lekin bir xilgalarni eshitishim bo'yicha normalniy asorat bor. Endi xo'p, qiziq bo'ladi ko'pchilikga, qanaqa bosishini aytib beraman sizlarga. Hop, birinchi uxlab turganlaringda hammani har xil, hamma joylarga qatib qoladi, umuman qimillamaydi. Shunday bosadi. Masalan, qolganlar bilmadi, menga ovozi ham eshitiladi. Ovoz hali shamolda, bo'ronda ovoziga o'xshaydi. Agar montajda topsam qo'yib qo'yam hali. Hali kuchayib quloqlarga eshitiraveradi, qanchalik og'ir bossa. Keyin bir xilgilarda butun tanasini bosadi, bir xilgilarda tomog'idan ham bo'g'ar ekan, men bilmadim. Meni tashqi qo'rinim bor, mana shu yetimni bosadi, mana shu qo'rinni, mana shu ezadi. Xuddi og'ir odam ezganga o'xshab, odam ezsa qanchalik og'ir edi. Ustiga o'tirib olgan. Endi jinni ham kuchi bo'ladi, kuchlisi bo'ladi, kuchsizi bo'ladi. Kuchligi bosadigan bo'lsa, qo'llaringni qimillataman desalar, umuman qimillatolmaysizlar. Qorin shunaqa og'riydi bosgan payt. Kuchsizi bo'ladi, bitta bosadi. Bunday qilsalaring kuchi yetmay qoladi. Kuchi yetmay qoladi. O'sha qimillasalaring yutasizlar. Qimillasalaring shunday jin qo'yib yuboradi, ketadi, yo'qib qoladi. Keyin yana dalish qilasalar bilay. Boshida bosib yurganda rosa qo'rqasizlar. Bitta bosganda o'sha masalan soat tungi 3 da bossa, qo'rqqaninglardan uxlamaysizlar ertalab 7-8 gacha. Keyin deysizlar, farqi o'rganib qolasizlar. Bitta bossa, shunday tushlaringda ham hatto bir xil payt bo'lgan, o'rganib qolganda tush ko'rib yotibman, bosyapti, bosardim, tushimni davom ettirib ketaverganman, o'zi bosib ketadi. 5 minutcha bosadi. Keyin aytishadi, bu jin bosishi yo'q narsa, bu meditsinada umuman yo'q narsa, bu nima deyishadi? Hali
nima deydi? Tana falajimi, uyqu falaji deyishadi buni meditsinada. Bu insonni tanasi binni bo'lib qolgan, yo u hayotda yo'q narsa, boy domla bilan ham, boshqasi bilan, doktor bilan ham spor o'ynashib ham beraveraman, isbotlab beraman, bu rostdan ham bor narsa u. Meditsina emas, rostdan bor. Men o'zim ko'zim bilan ko'rganim, uxlayib turganda shunday ko'zni ochsa, ko'zni ochib yuborsalaring, men o'zim 2 marta ochganman, duxim yetib ochib yuborganimda shu ustimda qop-qora narsa ko'rganman. Qora odamning tanasiga o'xshagan qop-qora narsa, faqat prozrachniy, bir 50% prozrachniy, ya'ni mana montajda qo'yib qo'yaman mana. Mashqqa qo'yib qo'yaman taxminan. Shu qora narsa prozrachniy, keyin o'rtasi bundaqa juyi ko'k yuragiga o'xshagan narsasi bor ekan, bunday yonib turibdi. Bunday nur taratib turibdi o'sha yerda. U nima edi bilmayman. Birinchi marta shunaqa ko'rganman. Keyin ikkinchi marta oradan ancha vaqt o'tgan, yana bilmasdanmi, bilibmi, ko'zimni ochib yuborganimda yana xuddi o'sha narsani ko'rganman. Keyin lekin bugun bosganda ham ko'zimni ochib yubordim, lekin bugun hech nimani ko'rmadim. Bilmadim. O'sha 2 marta ko'zimni ochib, 3 marta ochibman o'sha bugun bilan hisobga olsak, o'sha 2 martada o'shani ko'rganman. Keyin kuchsiz, o'ta kuchsizlari bo'ladi, nimjonlari keladi. O'sha bitta bo'lsa quloqqa ham eshitiladi, chiyillaydi. Vali kuchi yo'q odam, hali yo'g'oni bo'lsa, bo'ladi. Deyap turganda shunday quvoshalang o'zi uchib ketadi jinam, ustingizga jinam. Yo'q, bo'ldi ket. 1-2 marta musham otib ko'rganman jinga, nima bo'lar ekan deb vali bosganda bo'g'ilib qolganman. Bu har kun bosaverami endi, odam beziydi-yu. Bunday kuch qarasam kuchi yo'q ekan. Dim mushotyapman. Dim mushotsam bu tarqab ketdi. Keyin nima qilar ekan deb kutganman, hech nima qilmagan. Keyin o'shandan keyin bir haftacha yo'qib ketganman. Bir menimcha bir doktorlarda davolanib netib, bir osmikullar olib, davolanib, astoydil bo'lib kelib yana bir haftadan keyin yana boshlagan o'z faoliyatini. Xullas ashlandiroq, sifatroq bir zabroshkaga keldik, lekin mana haykallar oldida bu tepada lekin odam bor ekan deyishyapti. Odam ko'rishibdi, kimdirlar haqiqiy odam bor ekan, svet yonida, spichkasi yonida deyishyapti. Nima qilamiz, kiramizmi, kirmaymizmi? Kiramiz degansi. Davay. Bitta ma'lumot yo'q-da, ish kirsalar, kirmayman, shunisi bor. Bitta odam ko'rdim deyaptilar, bitta odam ko'rdim deyaptilar. Nima qilamiz, kiramiz? O'sha odam qora bo'lsa kerak, menimcha. Sizlar nima deysiz? So'naqasiga yana ham ko'rlar atrofda. Orqa tomondan esish turgan. Men aytmoqchimanki, hali birata bitta kanal ham ketmaydi degan o'shanda yapamda. Zikrmeni bilan. Bunday bir yo'l olib qo'yib. Atrofdan ham ko'raylik, esish turgan odam bo'lsa. Qancha ne bor ekan? Bu haykal bu. Aniq ko'rdingizmi so'yda? Ko'zga ko'ringan bo'lishi mumkinmi? Xuddi ashitda chiroq yondi, o'rtami? Ko'rgan narsam. Odam ko'rinishda men bu chiqsa, Shu tuyog'i bo'lsa qaqochon zo'matdan. oyog'iga qaramayapsiz. Odam sayog'iga qarab. Kelma keltirib. Odam bormi? Bugun bosganini aytib beraymi? Qana bo'lgan? Masalan, bugun deb. Haligichi bir menga aytib beradi. Bluetooth'imni taqib ertalab qarasam bittasi yo'qolib qolibdi deyapsiz. Ha, esingizmi o'sha voqeani aytib beradi. Yonimda turgan narsa, past boshini aytib bering shuni. Endi u qiziq emas uncha. Bir kun ular uxlashdan oldin prosa Bluetooth'ni bunday qo'yib qo'yganman. Yoni 100%, ichiga zaryadkasi bor-da. O, qani mikrofon? Endi o'chadi-da mana. Xuddi shunaqa xullas. Nima, naushnikmi? Xuddi shunaqa idishi bor, ikkita sop qo'yasiz, idishidan zaryadni oladi. Xullas, qo'yganman, zaryadga kechib, yonimda turishi kerak. Menjam. Xullas, ertalab tursam bittasi yo'q-da. Bittasi yo'q deganmanmi? Uncha eslayman. Yo, hisob qo'ying. Bittasi yo'q, bittasi bor edi, turgan. Bittasi bor, bittasi yo'q bo'lib qolgan. Xonamda hech kim bo'lmagan. Chiqmagan o'sha rosa o'qtarganman, keyin qancha bo'lgan? 2 kun, 3 kunmi, yo bir haftami? Undan keyin umuman boshqa joydan topganman-da. Vali bitta yo'q, bittasini. U nima demoqchiman? Damovoy degan narsa bor, u rost narsa.
o'ynashadi odam bilan, narsalarni bekitib qo'yib, men o'zim ko'zim bilan ham ko'rganman. O'sha Damovoyda aytib beraymi, qanaqa bo'lgan, ko'rgan, birinchi ko'rgan. Xullas qishki kunida pechka bor, pechka xonada pechka yotibman. Shtir bo'ya nimadir. Hali xonaning ichida 3 ta gul, 3 ta tuyada gul bor, qishda gullarni olib kirib qo'yadi xonaga. Issiq hali sovuq olib ketmadi uchun. O'sha gul shtillayapti. Biraz bitta uyg'ondim, deb qarasam, o'zidan o'zi shtillatdi, yu tinchib qoldi. Yana bunday uxlayapman, shtillayapti yana. O'sha gul shtillayapti. Keyin turdim, deylik, ko'zingiz qarashira qaraysiz, turgan payt, qo'yib turgan payt, bir qarasam, pechkaning orqasiga mana unday julli narsa, bunday kirib ketdi, shtillatyapti turgan narsa. Damovoy rostdan shunaqa, keyin qiziqib turib qidirib ko'rganman bu nimaligini, rostdan Damovoy ekan. Nimalari rasmlarini primerni ko'rsatdi sizlarga. Bu haqida kinolar olingan, multfilmlar olingan. Yo'q, bunaqa narsa emas, bu bo'rttirilgan versiyasi ekan. Shuna maxluqcha xullas. Buni lekin hali ko'pchilik aytgan, ziyoni yo'q deyishgan. Odamga nima ziyon tegmaydi, prosta nima qilib yuradi. Uyda yulat qilib yuradi. Uyda chalg'itib e'tibor talab qiladi deyshadi, narsalarni yashirib qo'yib. Men bugun bosgan jinni aytib bermoqchi edim. Odam bormi bu dunyo? Yo'q, qorovul tog'a. Ular ko'zlariga ko'rindimi? Ular chiroq yondi deyishdi. Odam bor. Chiroq yondi-da, men ko'rgan narsamni bilaman. Keyin ovozga yo'taldi deyapti. Odam bor bo'xshadi. Bismillahirrohmanirrohim. San bir aksada odam bormi? Mana bu simda metdan uğraşgan, orqadagi aning uğraşgan, ular topsak iloji yo'q tushunsa. Simni kesish kerak bitta yo'li. Agar bo'lmish qaysidir ayni sindirgan bo'ladi. Yana bitta yo'li bor. Men berita, mana cheylar, chey. Aynan shu yerda 100% buzib kirish sirini topgan edim, lekin mekka keyla qilib hamma jamoa nariyoqqa ketib bordi. Kimdirdi qo'lida to'g'rimi bu endi bizni oldi kimdir mo'raladi. Naqad beraydi chaqirib. Ketdim mana shu tarafga kerak. Qana. Mana bering metr qilib. Ketdiga. Kesanning ishini ochib olam. Uni nima? Tepada turibdi. Atalib, silingiz. Ketdimi? Qarang, hozir siz bu voqeani aytyapsiz, hozir mana paftor bo'ladi. Mana shu Jinariqqa borgan joyimiz paftor bo'ladi-da. Har kuni uyimga shu Jinariq tarafdan o'taman-da, lekin vashi vahima bosyapti endi. Qarang, bo'lmasa bugun bo'lgan voqeani aytib beraman. Ana Abdulla olib beraman. Eshiting. Xullas, bugun soat 7, ertalab 7 o'rnimdan turdimda, keyin 1 soat uxlab olay deb yotgandim. Nima bo'ldi? Hali kimdir gilomni ezsamda ovoz chiqadi. Ezganda ovoz shagidi. Yonimda gilom shunday ezdi, quloqqa shunday eshitildi-da. Hali men o'yladim, kimdir hali xonaga qaysi akam yo dadam bunday Qadam bosib. Meni uyg'otib yubormaslik uchun sekin yurib kirdim ekan deb o'yladim-da. Miyada shuna o'y o'tdi, keyin nimam bor, divonim duyimdek qimillayapti. Duyimdek bo'yapman. Seryozni bo'yapman. Erkecha gap. Duyimdek bo'ldim. Bu 100% zilzila emas-da, 100% zilzila nima bo'lmaydi. Duyimdek bo'ldim. Bitta oyog'imga birinchi narsa jim bosyapti, yana boshlab tutasam, sirazi bosdi mana shu yerda. Bitta bosdi. Bosdi. Shunday qo'limni qimillashga harakat qildim. Bitta qimillatib yuborsam, shunday tarqab ketdi. Qimillatsa tarqab ketadi. Shunday qimillatib yubordim, tarqab ketdi. Keyin o'shandan keyin bo'ldi, qaytib kelmadi, kutdim. Yana bosam endi. Kutdingizmi? Yo'q, mana jim bosgan payt o'zi qimillasangiz, o'zi qimillamaydi, hamma joyingiz qatib qoladi.
qilib, bir nima qimillab olsangiz, omma tarqab ketadi. Hali nima jin ketib yoradi. Kuchi yetmaydi. Qimillasangiz bo'ldi, hisob. Keyin omma qimillagandan keyin sirazi miyangiz uxlab yorish kerak emas. Uxlab yorsa sirazi yana bosadi. Chalg'ib turish kerak. Bilmadim, lekin eshitgan narsamni gapirib beraman. Ko'zim bilan ko'rmadim bu narsani. Xullas, men Farg'ona davlat texnika universitetida o'qiyman va dars payti hojatga chiqqim kelib qoldi. Baqa qarab turibman. Nima qilmaylar, nishni narsa. Yo, nima bo'lib qolmasin. Qo'rqitmaylar, Nima bo'lib qolmasin. Nima qo'rqitmaylar. O'zi to'g'ri qo'rqitmayapsan. Nima qolish. Ketdi-ya? G'ish bilan o'ldiraman. Davay, Abdulla qahramon. Asilbek qahramon, davay. Uni eshikni ochib ko'ringlar-chi birinchi. Rasmga men kiraman. Siz qahramonsinga. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillah deydi sekin. Itani. Kulib. Maqurlayman. Sizga tuzoq qo'yishdi. Tuzoqqa tushdik jigarlar. Hojatga chiqqim kelib qoldi. Xullas, sigiz qistab ketdi. Masalan, oliy ta'limlarda 3 taliyali kabinetli bo'ladi, hojatxonalar bo'lingan bo'ladi. Birinchisini eshigi bekiq ekan. Uzatib qo'yadigan. Yo'q, qarang, birinchisini eshigi bekiq ekan. Birinchisiga kirmadim, ikkinchi o'rtadagiga kirmadim, uchinchisiga kirdim. Kirsam, endi nima qilaman desam, qillaganmi g'alati kulgan, nerealniy ovozlar bo'ladi, bilasizmi? Odamda ovoziga o'xshamaydi-da. G'alati hiqillab kuladimi, bilmayman. Hojatxonada kularkanmi? Hojatxonada ichkarida. Birinchi boshida g'alati yo'talganga o'xshadi. Keyin g'alati ovozlar chiqardi. Keyin erta qo'limni yuvib, chiqib tashqarida 5 minutcha kutdim. Hech kim chiqmadi-da, eng qizig'i. Kirib bo'lmadi-da, to'g'rimi shitdi? Ha, kirib bo'lmadi. Ko'zim zirinasi yomon-da. Pashkami? Pashka. Haqiqiy. Shular metrdan sezaman. Kerak pashkalar. Mana bitta ideya keldi menga, metdan qilib qo'shmagan. Qanday surib kirsiz. Kim bor? Bismillah. Yo'q. Operator chaqiradi. Bismillah. Ol. Ha? Bu değil. Qani? Oyoq kiyim? Akimni oyoq kiyimi. Menimcha qaysi bo'lmish? Ayni ochib. Los. Men qilay gapirmoqchiman, qanaqadir qanchalik qo'rqib olish ham kerak emas. Bismillah deb hammaga kirib vaqt ketaverasizlar. O'ylardan qo'rquvdan ham deb ishontirsanglar o'zing qo'rqmayman deb bo'ldi. Endi bu deganim Rilya demoqchiman sizlarni. Hali Qamrusxonga ham kelgani qo'rqishadi. Qamrusxonning ikkinchi tavsiyasi. Avvalo kirish kerak. Yo'qga kamin bo'lmadi, uchinchi. Naryoqda yana bitta qo'shimcha qilyapti. Bash kirib boryapti ichkariga borib. Qarang. Murav yotibdi-yu, hamma yo'q. Hech kim yo'q boshqa. Tashlandigan rostdan tashlandigan endi jim bosganmi yo'qmi bilmadim, to'g'risi Xudo biladi. Qaysi? Chanda ko'z bo'lsa-ku. Tipa nakiyon qilyapti. To'xta. Bitta ochinchi. Abi dush hammom, tualet ekan. Вот это туалет. Haligi domda qichqiradigan chiqa qaysi edi? Qo'ymaydi, masli. Birinchisi ketdik. Haligi spichka yonida gapirib ekan. Men yonida tar ekan, realni ko'rdim. Men hazillashgan yo'qman, realni gap gapirim.
Realniga bordi. Laynidan soya tushgandi mashina. Men realniga ko'rdim. Yo bu emas. Haligi aytyapman. TikTokda trend bo'lgan yetishadi. Ovoz eshityapsizlar? Baland ovoz aytsam, bo'lmishim chichu qiyomat keldi. Men ikkinchi yetdik. Qarang, bitta qizil bittasi turibdi. Bizlar chiqmaganmiz. Ali kimdir bormi? Bor ekan. Chiroq kelyapti bitta. Odam bor ekan. Qayerga boradi? To'g'ri. Mashinaga gaplashaymi, mashinaga gaplashamiz. Mashinaga qo'shsam bo'ladi. Mashinaga gaplashamiz. Xullas, ikkinchi etajda haqiqiy odam bor ekan, shekilli, chunki hozir aytishuvdi, rostdan chiroq yonib qo'yish, ichga yonib qo'yishdi degani, hozir ikkinchi etajimda ichga tursak, chiroq yonib turibdi ikkinchi etajda. Demak, odam bor. Endi ko'rishmadik odam bilan kimdir bormasam hech kim indamadi, lekin gaz plitalar turgan. Odam yashaydimi bilmadim. Gaz plita. Menimcha bu bizdan qorovuli bo'lsa kerak. Qulayaptimi bilmadim. Страховка bu eshik. Agar bu binoni barcha xonalariga kirishimizni xohlasalaring va keyingi video ham shu haqida bo'lishi uchun kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiring va kanalimizga obuna bo'ling. Lekin qo'qas deb o'ylagan o'g'ida, lekin O'rta silishim, siz ham qo'qardingiz bitta. Tir vali sho'qinib ketadi-yu. Yuragim shu o'tgan, tanam jim mujlab turaveradi. Ko'p gapim chala qoldi-yu, endi keyingi videolarda qo'shib chiqaramiz. Yana hozirgi Zabrushga to'liq obzor qilishimizni kutganlar bo'lsa, laykni ortda to'rsalaring, kommentda yozib qo'ysalaring, to'liq obzor qilib, keyin ko'nglimiz tinchlanib o'zimizga ham siradi ham.